Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz muammo masalalarini yechishda 4 bosqichli folio yondashuvi. Bugungi darsimizda matematik muammolarni yechishda folio yondashuvi bilan tanishamiz. Folio yondashuvini amalda oshirish strategiyalarini ko'rib chiqamiz hamda amaliy masalalar bilan tanishamiz. Mashg'ulotimizning maqsadi matematika fani o'qituvchilarida folioning muammoni yechishga qaratilgan 4 bosqichli yondashuvini qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish. Matematika fani o'qituvchilarida masalalarni tahlil qilish va amaliy yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha metodik kompetensiyalarini shakllantirish. Mavzuyimiz muammo masalalarni yechishda 4 bosqichli folio yondashuvi ekan, shunday savol tug'iladi. Matematik muammo nima? Matematik masalachi? Matematik masalalar bu aniq shartlari va yechimga olib boruvchi algoritmlari mavjud bo'lgan topshiriqlardir. Matematik muammolar esa odatda noaniqliklarni o'z ichiga oladi va uni yechish uchun ijodiy fikrlash, yangi yondashuvlar va strategiyalarni talab qiladi. Matematik masala va matematik muammolarni asosiy jihatlarini ko'rib chiqamiz. Matematik masala shartlarning aniqligi. Bunda aniqlik yuqori bo'ladi. Matematik muammoda noaniq yoki to'liq bo'lmasligi mumkin. Yechim yo'li matematik masalada ma'lum va belgilangan bo'ladi. Matematik muammoda esa noaniq, ijodiy yondashuv talab etiladi. O'qitishdagi roli mavzuni mustahkamlash uchun ishlatiladi matematik masala. Matematik muammo esa o'quvchilar fikrlash va izlanish ko'nikmasini rivojlantirish uchun foydalaniladi. Natija matematik masalada yechim ko'pincha bitta bo'ladi. Matematik muammoda ko'p yoqlama yechimlar yoki ochiq savollar bo'lishi mumkin. Matematik muammo deganini batafsil ko'rib chiqamiz. O'quvchi muammoning yechimini topish uchun tegishli tadqiqot usullarini ham egallagan bo'lishi kerak. Muammoga duch kelgan o'quvchi uning yechimini topishga urinib ko'radi, harakat qiladi. O'quvchi muammoni hal qilish uchun qandaydir tizimli, masalan, folio yondashuviga ega bo'lishi kerak. Dastlab o'quvchida muammo yechimini topish uchun tegishli algoritm bo'lmaydi. Matematik muammoni yechishda folio yondashuvi bu 4 ta bosqichdan iborat bo'lib, birinchi muammoni tushunish, ikkinchi reja tuzish, uchinchisi rejani amalga oshirish, to'rtinchisi ortga nazardan iborat. Masalani tushunishda, ya'ni masalada nima berilgan, nimani topish kerak. Reja tuzishda masalani qanday usul bilan yechish mumkin. Rejani amalga oshirishda reja asosida hisoblash yoki yechimni bajarish. Natijani tekshirishda va tahlil qilishda javob to'g'rimi yoki boshqa usul bormi? Buni aniqlashdan iborat. Folioning matematik muammolarni yechishning bosqichlari. Birinchisi, ya'ni muammoni tushunishda o'quvchi berilgan ma'lumotlarni qidirish, ma'lumotni tasavvur qilish, ma'lumotni tartibga solish, ma'lumotlarni bog'lash kabi amaliy ko'nikmalarni bajaradi. Rejani ishlab chiqishda qonuniyatlarni qidirish, diagramma, rasmlardan foydalanish, muammoni soddalashtirish, tizimli ro'yxat tuzish va boshqa ko'nikmalardan foydalanadi. Rejani amalga oshirishda matematik bilimlardan foydalanadi, matematik qobiliyatlaridan foydalanadi, mantiqiy fikrlashdan foydalanishi mumkin. Ortga nazarda yechimni to'g'riligini tekshiradi, muqobil yechimlarni izlaydi, muammoni kengaytiradi. O'quvchilarga muammoli masalalar qo'yilganda, muammoli masalalarni o'zlari tushunib, anglab, mohiyati, mazmunini mukammal tushunib, unga yechim topishlari uchun folio yondashuv bo'yicha quyidagi ko'rsatmalarni berib turish maqsadga muvofiq. Birinchi, muammoni tushunishda. Muammo nima ekanligini bilmasangiz, muammoni hal qilish imkoni bo'lmaydi. Bunda o'quvchilarga muammo nima haqida, nima ma'lum yoki nima noma'lum, ma'lumot yetarlimi yoki sizga qo'shimcha ma'lumot kerakmi, berilgan ma'lumotlar va shartlar qanday degan savollarni qo'yib, o'quvchilarning muammoni to'liq tushunib yetishlariga imkon berish mumkin.
Reja ishlab chiqish bosqichida muammo bilan bog'liq bo'lgan ilgari o'rganilgan metodlarni eslab ko'ring. Muammoni kichik qismlarga ajratish mumkinmi? Bu muammoni yechishda qanday formula, qonuniyat yoki qoidalarni qo'llash mumkin degan savollar orqali o'quvchilarga ko'maklashish mumkin. Rejani amalga oshirishda har bir qadamni tushunib va asoslab bajaring. Hisoblashlarni aniq va to'g'ri qiling. Yechimning har bir bosqichini nazorat qilib boring degan topshiriqlar bilan o'quvchilarga metodik yordam berish mumkin. Ortga nazarda yechimni topganingizdan so'ng uni tekshiring va tahlil qilish lozim degan ko'nikmani shakllantirish kerak. Bunda o'quvchilarga yechim shartlarni qanoatlantiradimi? Javobni boshqa usul bilan tekshirish mumkinmi? Yechim mantiqiymi yoki aniqmi degan savollarni berish maqsadga muvofiq. Polyaning muammoni hal qilish modeli. Matematik muammoni yechish bosqichlarini biz yuqorida ko'rib o'tdik. Birinchisi muammoni tushunish. Bunda o'qituvchi ko'rsatmalari. Siz kalit so'zlar va belgilarni tushundingizmi? Nimani topish kerak? O'quvchilar uchun ko'rsatmalar. Men kalit so'zlar va belgilarni tushundim. Men nimani topishim kerak? Ikkinchi, reja tuzishda. Shunga o'xshash muammo haqida o'ylay olasizmi? Chizma model chiza olasizmi? O'quvchilar uchun ko'rsatmalar. Shunga o'xshash muammo haqida o'ylay olamanmi? Chizma model chiza olamanmi? Rejani amalga oshirishda o'qituvchi ko'rsatmalari. Masala shartini yana o'qish kerakmi? O'quvchilar uchun ko'rsatmalar. Masala shartini yana o'qishim kerakmi? Ortga nazarda o'qituvchi ko'rsatmalari. Sizning javobingiz to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini qanday bilasiz? O'quvchilar uchun ko'rsatmalar. Javobim to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini qanday tekshirishim mumkin? Kelinglar endi birgalikda quyidagi masalani polya yondashuv asosida yechishga harakat qilib ko'raylik. Qutida qizil, ko'k va yashil rangli tugmalar bor. Qizil tugmalar sonining ko'k tugmalar soniga nisbati 4:1. Qizil tugmalar sonining yashil tugmalar soniga nisbati esa 3:2. Qizil tugmalar yashil tugmalardan 120 taga ko'p ekani ma'lum. Ko'k, qizil va yashil tugmalar sonining nisbatini toping. Qutida jami nechta tugma bor? Bu masalani polya yondashuvi bilan hal qilganimizda birinchi muammoni to'liq tushunib yetishga erishishimiz kerak. Muammoni tushunish uchun o'quvchilarga qutida necha xil rangdagi tugmalar bor degan savolni qo'yish maqsadga muvofiq. O'quvchilar qizil, ko'k va yashil tugmalar bor degan javobni aytishadi. Bu tugmalar orasida qanaqa munosabatlar berilgan degan savolni bersak, qizil va ko'k tugmalar soni 4:1 nisbatda, qizil va yashil tugmalar soni 3:2 nisbatda, qizil tugmalar yashil tugmalardan 120 taga ko'p. Qutidagi umumiy tugmalar sonini topish kerak degan javobni aytishlari mumkin. Reja tuzish bosqichida berilgan nisbatlardan foydalanib, qizil tugmalar sonini algebrak ifoda bilan belgilaymiz va boshqa tugmalar sonini topamiz. Qizil tugmalar sonini 3x deb olishimiz mumkin. Yashil tugmalar sonini 2x deb olamiz. Chunki yuqorida ularning nisbati 3:2 edi. Qizil tugmalar yashil tugmalardan 120 taga ko'p. Algebrak ifodadan foydalansak, 3x barobar 2x plus 120. Bundan x teng 120 ekanini topishimiz qiyin emas. Endi qizil va yashil tugmalar sonini hisoblaymiz. Qizil tugmalar 3x edi. Demak, 3 ko'paytirilgan 120 teng 360 da. Yashil tugmalar 2x edi. Demak, 2 ko'paytirilgan 120 teng 240 da. Qizil va ko'k tugmalar nisbatiga qarab, ko'k tugmalar sonini topishimiz mumkin. Ya'ni qizil va ko'k tugmalar nisbati 4:1 edi. Bundan ko'k tugmalar qizil tugmalar sonini 4 ga nisbati. Ya'ni 360 bo'lingan 4, natija esa 90 ta deb qarashimiz mumkin. Endi hisoblashlarni amalga oshiramiz. Bizdan qizil, ko'k va yashil tugmalarning umumiy soni so'ralgan edi. Biz bularni barchasini topib oldik. Demak, qizil tugmalar 360 ta, plus ko'k tugmalar 90 ta, plus yashil tugmalar 240 ta. Demak, jami
690 ta tugma mavjud. Endi 4-bosqichga o'tamiz, ya'ni natijani tekshirib qo'yamiz. Bunda berilganlardan foydalanamiz. Qizil va ko'k tugmalar nisbati to'g'ri bir emdimi? Demak, 360 ta 90 ga nisbatini tekshiradigan bo'lsak, 360 bilan 90 soniga qisqaradida, to'g'ri bir nisbat qoladi. Demak, to'g'ri. Qizil va yashil tugmalar soni 3-2 nisbatda emidi. Demak, 360 bilan 240 nisbatini olsak, ular 120 ga qisqaradida, 3-2 nisbat qoladi. Qizil tugmalar yashil tugmalardan 120 taga ko'p. Ya'ni 360 tadan 240 tani ayirsak, 120 ta javob chiqadi. Umumiy tugmalar soni 690 ta. Barcha tugmalar sonini qo'shsak 690 ta. Demak, biz masalani yechimini to'g'ri topdik. Hurmatli tinglovchilar, hurmatli ustozlar, endi quyidagi masalalarni mustaqil hal qilishga harakat qilib ko'ringlar. Albatta, masalani yechishda polio yondashuvi bo'yicha yechishga katta e'tibor berishlaring talab qilinadi. Masalani tushunib olgan bo'lsangiz, demak, har bir darsda polioning matematik muammoni yechish yondashuvidan foydalanishimiz kerak ekanmi? Albatta, foydalanishimiz kerak. Chunki polio yondashuvi o'quvchilar masalani mazmunini to'liq tushunib yechib, uni mustaqil hal qilishlari uchun ko'mak bo'ladi va bu orqali o'quvchilarni mantiqiy fikrlash, tahlil qilish, muammoni yechish ko'nikmalari shakllanadi. Ustozlar, endi olimpiada refleksiyasidan bugungi o'rganganlaringizni tahlil qilib ko'ring. Ya'ni, siz uchun nima qiziqarli bo'ldi? Qaysi biri muhim bo'ldi? Qaysi biri kutilmagan bo'ldi? Qaysi bir yangi bilimni oldingiz va qaysi biri siz uchun foydali bo'ldi? Xulosa qilish esa o'zingizdan. Faol ishtirokingiz uchun rahmat.